Qarang, hozir bitta savolni ko'rsataman. Ko'rinishdan juda ham oson, lekin xatolar juda ko'p bor o'quvchilarda. Juda ko'p jo'natishyapti manga bu holatda. E'tibor beramiz. Demak, 3-7 tirkama bilan harakatlanish taqiqlanganiga belgi turibdi. Bu yerda yengil avtomobil orqasi tirkamasi bor. Harakatlanish mumkinmi? Oson savol-ku. Конечно, belgi turibdi-ku. Taqiqlan deyshadi, qizil chiqadi va o'quvchi yiqilib qoshigacha olib kelishi mumkin. Bu yerda ruxsat etiladi. Shu kitob varolash qiyin ayrimlar uchun. Yo'l harakat qoidalarini 3-7 tirkama bilan harakatlanish taqiqlangan belgisi shuni ochib o'qiysizlar. Yuk avtomobillari va traktorlarning barcha turdagi tirkamalar bilan harakatlanish taqiqlangan. Ko'rasizlarmi? Yengil mashina degan so'z olinmagan bu yerda. Keyin shu o'rinda qo'shimcha qilib ketgan, shatakka olish ham taqiqlangan. Bir-birini tortib ketish avtomobil buzilib qolsa. Lekin yengil avtomobillar tirkama bilan harakatlanishi ruxsat etiladi. Agar videomiz manfaatli bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yinglar va tanishib qo'shishdan chiqmasin.